Homiladorlik kuzatilmasligiga bachadon tomonidan bo'ladigan o'zgarishlarga nimalar kiradi? Bu bachadon ichi shilliq qavatining yallig'lanishi, ya'ni endometrit. Endometrit bo'lganda homila uchun kerakli bo'lgan endometrit qavatimiz yaxshi o'smaganligi sababli urug'lanib kelgan homila bachadon bo'shlig'iga o'rnasha olmaydi. Shuni hisobiga homiladorlik kuzatilmaydi. Endotervitit bu bachadon bo'ynini yallig'lanishi. Bachadon bo'ynini yallig'lanishini hisobiga qindi muhiti buziladi hamda urug', ya'ni sperma nosog'lom muhitda nobud bo'lib qolishini hisobiga homiladorlik kuzatilmaydi. Keyingisi adneksit, bu tuxumdonlarni yallig'lanishi. Tuxumdonlar yallig'lanishini hisobiga qobig'i qalinlashadi. Natijada ovulyatsiya bo'lishi qiyinlashadi. Ko'proq persistensiya bo'lib, follikula yorilolmay qoladi. Keyingisi salpingit, ya'ni turbalarning yallig'lanishi yoki gidrosalpingiz, turbalarda suyuqlik jidqisni bo'lishi.